Sarpizga bu naborni qo'ymasangiz uyat bo'ladi, chunki kelin siz yuzingiz oppoq va tiniq turish kerak va bu nabor buni kafolatlaydi. Do'konga kirishligi bilan shu naborning narxini so'raydigan klientlarim yurechani bosib qo'ying, obzor qilib beraman. Oylar bu nabordan keyin yuzingiz sizga rahmat etadi. Ikkinchi o'rinda albatta penka yuzingizdagi makiyajlarni o'chiradi, yuzingizni oqartiradi va o'g'riliklarni kamaytiradi. Undan keyin yuzingizni oziqlantiruvchi toner. Yuzingizda nur bordek yaltiratib qo'yadi va namlaydi. Undan keyin serum. Buni ichidagi vitaminlar yuzingizdagi hamma muammolarni hal qilib beradi. Faqat cho'mchagingizdan tashqari. Ichidagi mahsuloti juda ham ko'pga yetadi. Narx 120 mg losyonni yuzingizni yumshoq va oppoq qilib qo'yadi. Ko'zlarnikidagi qarang yaltirashi. Naborda даже ko'z kremi ham bor. Ko'zingizdagi qora ishlarni ham, ishlarni ham cho'tga yo'qotadi. Teksturasi shunaqa mayin, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va yuz uchun BB krem, даже kosmetikasi ham bor. Yuzga shunaqa mayin yotadi. Buni qarang, qo'limda shunaqa bilinsa, yuzda undan ham zo'r. Keyin juda ham приятный hidli krem. Yuzingizlarni yumshoq qiladi. Ba'zi o'rinda ham ishlatsanglar bo'ladi. Buni hidini hillab, shunaqa atir ishlatgili kelib qoladi. Shu nabordagi pomadasini shunaqa yaxshi ko'raman. Ham rang beradi, ham namlaydi. Bu narxini bilish uchun ok so'zini qoldiring. Bunaqa arzonga deb o'ylamagansiz. Ikkinchi sroki 2029-yilgacha. Beyg'otgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.